Assalomu alaykum barchaga do'stlar. Biz bu darsimizda lipidlar metabolizmi haqida gaplashib o'tamiz. Ya'ni siz tashqi tomondan o'sha biror bir diyeta, ya'ni ovqat iste'mol qildingiz va mana shu ovqat tarkibidagi lipidlar qanday qilib parchalanishi, qanday qilib o'sha a'zolarga yetkazilishi va mana shu yo'lda qanday transportlardan foydalanish haqida bugun batafsil gaplashib o'tamiz. Xo'p, birinchi slaydga e'tibor qaratamiz. Bu yerda o'sha lipidlarga doir bo'lgan ma'lumotlar keltirilgan. Buni biz avval ham gaplashib o'tganmiz. Xo'p, qaranglar, birinchi ma'lumotga mostly carbon and hydrogen deyapti. Ya'ni tuzilish jihatdan juda ham katta foizlarda o'sha uglerod va vodorod atomlaridan iborat deb bizga ma'lumot beryapti. Bu juda ham to'g'ri. Xo'p, deyarli 90-95% holatda mana shu lipidlarning asosiy strukturasini uglerod va vodorod atomlari tashkil qilib beradi. Hozir buni ko'rib o'tamiz. Pastda o'sha strukturasi keltirilgan. Buni ko'rib o'rganamiz. Xo'p, endi not soluble in water deyapti. Ya'ni do'stlar, lipidlar suvda erimaydi deyapti. Chunki do'stlar, bu o'zi nomidan ham ma'lum. Lipidlar bu alohida bitta muhit. Lipidlar suvda erimaydi. Tasavvur qiling, masalan, agar yana ham realni ko'rmoqchi bo'lsangiz, masalan, yoningizga o'sha bir chelak suvni oling va mana shu bir chelak suvga yog'ni qo'yib yuborsangiz, ozroq yog'ni qo'yib yuborsangiz, u o'sha suv bilan aralashib ketmaydi-da. Demoqchi bo'lganim, mana shu yog' suvning yuzasida harakatlanib suzib yuradi. Bir-biri bilan aralashmaydi bular, erimaydi, suvda erimaydi lipidlar. Xo'p, endi bu lipidlar bir nechta turlari bor. Lipidlar deganda bu katta tushuncha. Mana shu lipidlarga bir nechta biz misollarni keltirishimiz mumkin. Mana shu turlarga quyidagilar kiradi mana. Masalan, fatty acidlar, ya'ni yog' kislotalari yoki bo'lmasa triglitseridlar yoki xolesterol. Bundan tashqari fosfolipidlar yoki steroidlar, glikolipidlar ham kirishi mumkin ekan. Xo'p, endi bugun mana shularni batafsil hammasi haqida gaplashib o'tamiz. Xo'p, birinchi mana bu yerda strukturaga e'tibor qaratamiz. Bu yerda o'sha yog' kislotalari, mana ko'ryapsizlar. Aynan mana shu yog' kislotalarini 3 tasi o'zaro mana bu yerda glisserol bilan qo'shish natijasida bizda triglitseridlarni hosil qiladi, to'g'rimi? Triglitseridlar bu aynan erkin yog' kislotalarini zaxira varianti. Xo'p, endi bular ko'ryapsizlar, mana triglitseridlar tarkibida bu yerda glisserolni va aynan 3 ta erkin yog' kislotasini birikkanini ko'ryapsizlar. Endi bularning asosiy strukturasida uglerod va vodorod atomlari joylashganda, buni hozir sizlarga isbotlayman, qaranglar. Xo'p, buni hamma biladi. Mana bu yerda albatta mana bu chiziqlar bekorga ifodalanmagan. Bularning har bitta mana bu yerda burchagida albatta uglerod atomlari joylashgan, to'g'rimi? Mana shunaqa joylashib chiqqan. Endi mana shu uglerod atomlariga albatta har bittasida o'sha 4 tadan qo'l chiqadigan bo'lsa, deyarli har bittasida 2 tadan vodorod atomlari bor. 2 tadan vodorod atomlari bor. Bu barchasiga tegishli. Deyarli ko'ryapsizlar, necha foiz qismni, deyarli 90-95% holatda mana shu yerda barcha lipidlarning strukturasini asosiy qismini uglerod va vodorod atomlari tashkil qilib beryapti. Endi mana bu yerda ozroq foizlarda kislorodni ham ko'rishlaring mumkin, lekin kislorod juda ham ko'p uchramaydi. Asosiy foizlarda bizada uglerod va vodorod atomlari tashkil qilib berar ekan. Ko'ryapsizlar, hammasining strukturasi mana shunaqa chiziqcha qilib ifodalangan va endi bularni nimasi, ma'nosi mana bunaqa. Har bitta o'sha burchakda bittadan uglerod atomi joylashgan deb mana bunaqa biz tushunib olsak bo'ladi. Xo'p, endi davom etamiz. Bu yerda bizga o'sha xolesterolni strukturasi ham ifodalangan, ya'ni o'zbekchasiga bu xolesterin, ya'ni aynan o'sha qon tomir kasalliklariga, aterosklerozga sabab bo'luvchi asosiy sababchi mana shu. Xo'p, qanday qilib sabab bo'ladi? Buni hozir biz keyingi slaydlarda ko'ramiz. Endi bizga lipoproteinlar haqida ma'lumot berilgan. Lipoproteinlar bular nima do'stlar? Nomiga e'tibor qaratsanglar, birinchi navbatda lipoprotein, ya'ni tarkibida ham yog', ham oqsil bor. Xo'p, bularning vazifasi do'stlar, aynan organizmda o'sha lipidlarni qonda tashib yurish vazifasini bajaradi. Chunki do'stlar, qon bu nima deydi? pH, mana pH, qonning pH 7.4 7.4. Xo'p, agar pH 7 bo'lgan deydi, bu umuman neytral muhit bo'lardi va suvga yaqin bo'lardi. Ya'ni deyarli suv neytral muhitda. Ko'ryapsizlar, qon ham mana shunaqa 7.4 bo'lgandan keyin deyarli do'stlar qonni tarkibi o'sha suvga juda ham o'xshash bo'lib qoladi. Deyarli suv bilan bir xil bo'lib qoladi. Mana bu 7.4 degani juda ham katta farq emas, tushunyapsizlar? Shuning uchun do'stlar, qonda erkin harakat qila olmaydi. Qon ham deyarli o'sha suvning tarkibiga o'xshash bo'lgani uchun yog'lar, yog' tabiatli moddalar erkin suzib yura olmaydi. Shuning uchun aynan mana shu lipidlarni, umuman lipid tabiatli moddalarni tashib yurish vazifasini o'sha transportlar bajarib beradi. Bu yerda ko'ryapsizlar, 5 ta mana shu yerdagi transportni har bittasini ko'rib o'tamiz. Qaranglar, bu yerda birinchisi bu helomikron.
Ko'ryapsizlar, xilomikron. Keyingisi very low density lipoprotein. Ya'ni qisqartmasi bu yerda VLDL. O'zbekchasiga do'stlar zichligi o'ta past bo'lgan lipoprotein yoki keyingisi intermediate density lipoprotein, ya'ni qisqartmasi EDL. O'zbekchasiga bu o'rtacha zichlikdagi lipoprotein deyiladi. Xo'p, keyingisi mana low density lipoprotein, qisqartmasi LDL yoki bo'lmasa kichkina zichlikdagi, ya'ni umuman kichik zichlikdagi lipoprotein deb tarjima qilsak bo'ladi. Va high density lipoprotein oxirgisi HDL bu. Umuman bu yuqori zichlikdagi lipoprotein. Xo'p, bular aynan mana shu beshala turi yog'larni, yog' tabiatli moddalarni tashishda juda ham katta ahamiyatga ega. Mana bu xilomikronlar ichak hujayralarida hosil bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerdagi to'rtalasi barcha o'sha VLDL, EDL, HDL va LDLlar, xo'p, bular barchasi o'sha jigardan sintezlanadi, jigardan ishlab chiqariladi. Xo'p, xilomikron bo'ladigan bo'lsa ichaklardan. Xo'p, buni hozir ko'rib o'tamiz do'stlar. Aynan mana shu lipoproteinlarni bir-biriga o'sha solishtirib ko'ramiz. Mana bu yerda bir nechta o'sha xususiyatlariga ko'ra ajratib ko'rsatilgan. Ya'ni bu yerda shakliga ko'ra, ya'ni hajmiga ko'ra va zichligiga ko'ra bir-biridan ajratilgan. Xo'p, e'tibor qaratamiz. Bu yerda birinchi navbatda shakliga ko'ra, ya'ni katta kichikligiga ko'ra ajratamiz. Eng kichkinasi bu yerda HDL ko'ryapsizlar. Eng kichkinasi HDL. Juda ham kichkina. Undan keyinroq o'sha sal kattaroq mana bu yerda LDL ni ko'ryapsizlar yoki LDL dan ham sal kattarog'i bu yerda VLDL va VLDL dan ham kattasi va eng kattasi bu yerda xilomikron do'stlar. Ko'ryapsizlar, mana hajmiga nisbatan biz hozir solishtirib ko'rdik. Eng kichkinasi bu yerda HDL, eng kattasi xilomikron. Endi do'stlar bu yerda biz hajmdan tashqari zichlikka qarab ham ajratishimiz kerak. Zichlikka qarab ajratayotganimizda rangiga e'tibor qaratsangiz, mana bu yerda to'qdan boshlab, mana bu yerda to'q rangdan boshlab, mana bu tomonga och bo'lib, ochlashib ketgan ranglar. Ya'ni mana bu yerda to'q degani HDL ni zichligi juda ham yuqori degani. HDL juda ham yuqori zichlikda degani. Undan sal kamroq zichlikda o'sha LDL, undan ham zichligi kam VLDL va zichligi eng pasti xilomikron do'stlar. Zichligi eng pasti xilomikron. Mana bu yerda low, mana bu yerda high deb o'sha zichlikni ko'rsatib qo'yibdi, zichlikning ko'rsatkichlari, strelkani ikkita chetida. Xo'p, umumiy xulosa qilamiz. Endi bu yerda xo'p, xilomikron shakl jihatdan eng kattasi, lekin zichligi eng pasti. Mana bu yerdagi HDL bo'ladigan bo'lsa, shakl jihatdan eng kichkinasi va zichligi eng yuqorisi hisoblanadi. Mana bu ikkalasi o'rtadagisi, bu nima deydi? Zichligi ham yoki bo'lmasa hajmi ham o'rtacharoq. Xo'p, endi davom etamiz. Qaranglar, bu yerda apolipoproteinlar haqida bizga ma'lumot beryapti. Apolipoproteinlar bular o'sha yuqorida gaplashgan mana bu 5 lipoprotein tarkibida uchraydi. Mana hozir 5 lipoprotein gaplashdik-ku, mana bu yerda mana bu 5 turni. Mana shularning tarkibida uchraydi apolipoproteinlar. Apolipoproteinlar. Buni qisqartmasi APO ham deb ketiladi. APO deb ketiladi. Xo'p, hozir ko'ramiz. Xo'p, bular qanday vazifani bajaradi? Nimaga lipoprotein tarkibida uchrashi kerak? Mana tasavvur qiling, mana bu yerda bitta lipoprotein va buni tarkibida quyidagicha uchrashi mumkin yoki uni mana bu yerda ichkarisida joylashishi mumkin, apolar, yoki bo'lmasa mana tashqi tomonda retseptor ko'rinishida joylashishi mumkin. Ikki xil vaziyatda uchraydi. Va bularning asosiy vazifasi do'stlar lipidlar bilan bog'lanish, lipidlar bilan bog'lanish, lipidlar bilan birikib, mana shu lipoprotein tarkibiga o'sha lipidlarni kirgizish yoki bo'lmasa shularning tarkibida saqlash vazifasini bajaradi. Xo'p, qaranglar, endi ikkita vazifasi bor ekan. Mana bu yerda aytayapti. Hozir buni qisqacha aytib o'tdim. Bulardan birinchisi o'sha hujayra yuzasida retseptor vazifasini bajarsa, ikkinchi vazifasi enzimlarga kofaktorlik vazifasini bajaradi. Xo'p, qanday qilib retseptor, qachon o'sha enzimlarga kofaktor vazifasini bajarishini hozir ko'rib o'tamiz. Mana bu yerga qaranglar, bu yerda yog' kislotalarini so'rilishi haqida ma'lumot beryapti. Tasavvur qiling, siz o'sha dieta ovqatni hazm qildingiz va hazm qilganda birinchi navbatda ichak bo'shlig'ida ular erkin yog' kislotalarigacha parchalanadi. Mana shu erkin yog' kislotalari keyinchalik enterositlarga, mana tasavvur qiling, mana shu enterositlarga mana ichak bo'shlig'idan mana bu yerga so'rildi. So'rilganda mana shu erkin yog' kislotalari trigliseridlarga aylantiriladi. Ya'ni ular o'sha zaxira holiga aylantirilib, keyinchalik xilomikronlarga o'raladi. Nimaga? Chunki ular keyinchalik o'sha qonga o'tsa ham harakat qila olmaydi-da, chunki bular yog' tabiatli. Shuning uchun bularni xilomikronga o'rash kerak. Va xilomikronga o'ralsagina keyinchalik bemalol harakat qilishi mumkin. Do'stlar, mana shu ichak hujayralaridan mana bu yerdan xilomikron holda ajralib chiqdi. Mana X qilib qo'yaman, mana Ch qilib qo'yaman. Buni tushundinglar? Ichak hujayralaridan xilomikronga o'ralib chiqdi va ular birinchi navbatda limfaga chiqadi.
limfa oqimiga chiqadi va limfa oqimidan keyinchalik qon oqimiga o'tib ketadi, blood streamga o'tib ketadi. Va kerakli a'zoga borib, mana shu yerda nima deydi? Lipoprotein lipaza orqali parchalanishi mumkin. Hozir buni gaplashib o'tamiz. Endi bu yerda absorption of cholesterol deyilgan, ya'ni xolesterinni qanday qilib so'rilishi haqida bizga ma'lumot beryapti. Masalan, tasavvur qiling, tashqi tomondan o'sha diyetadan siz ovqatni iste'mol qilganingizda, uni tarkibida xolesteron bor ekan. Va bu xolesteron ichak hujayralariga xolesteron holida so'ralgandan keyin, mana shu intrositlarning o'zini ichida xolesteron efirlariga aylantiriladi. Mana ichak hujayralari ko'ryapsizlar va mana shu yerda xolesteron efirlariga aylantiriladi. Bu aynan ACAT fermentlari ta'sirida amalga oshadi, ya'ni atil-CoA xolesterol atil transferaza fermenti orqali mana shu yerda erkin xolesterol efirlarga aylantiriladi. Bu ham xuddi shunaqa biz yuqorida ko'rganimizdek, mana bu yog' kislotalari yoki triglitseridlarni ko'rdik-ku, birinchi xilomikronga o'raladi, keyinchalik limfaga, undan keyin qon oqimiga chiqardi. Bu yerda ham xuddi shunaqa. Birinchi navbatda mana shu xolesterol efirlari xilomikronlarga o'raladi va mana bu xilomikronlar keyinchalik do'stlar limfa oqimiga va limfadan keyinchalik blood streamga chiqadi. Ya'ni qon oqimiga chiqadi. Menimcha tushunarli bo'ldi. Endi mana bu yerda xolesterol efirlarini hosil bo'lishi haqida bizga ma'lumot beryapti. Ko'ryapsizlar, mana bu yerda xolesterolga free fatty acidni o'sha yog' kislotalarini qo'shyapti, ACAT fermenti va xolesterol efirlarini hosil qilyapti. Xo'p, endi davom etamiz. Mana bu yerda o'sha xilomikron deb gaplashdik shuncha paytdan beri. Uni strukturasi, tuzilishi haqida gaplashamiz. Mana ko'ryapsizlar, buni aynan bitta mana bunaqa yumaloq ko'rinishda va yumaloq ko'rinishda buni tashqi tomoni do'stlar o'sha gidrofil tabiatli, ya'ni suvda erish xususiyatiga ega do'stlar va ichki tomoni o'sha lipofil, ya'ni yog'larni o'zida tutib turadigan qavati bo'ladi. Shuning uchun bu aynan qonda erkin harakat qilishi mumkin. Ko'ryapsizlar, ichki tomonda triglitseridlar bor yoki bo'lmasa xolesterol efirlari bo'lishi mumkin, vitaminlar, ya'ni yog'da eruvchi vitaminlar. Ayni ichki tarafida barcha o'sha lipidlarni tutadi. Lipidlarni mana shu ichki tomonda nima qilib o'zida jamlab, bu qon oqimi bo'ylab harakat qilaveradi. Chunki mana bu tashqi tomoni bu gidrofil tabiatli bo'ladi. Birinchi navbatda mana ko'ryapsizlar limfaga chiqishini, limfadan keyin bu qon oqimiga chiqariladi. Xo'p, endi qaranglar, apolipoproteinlar dedik, to'g'rimi? apolar dedik. Mana shu apolar har bitta lipoprotein tarkibida uchrashi mumkin va aynan xilomikron tarkibida uchraydigan spetsifik bo'lgan apolipoprotein bu apolipoprotein B48 do'stlar. Ya'ni ApoB48 deb qisqartma holida aytiladi. ApoB48 faqatgina xilomikron tarkibida uchraydi. Faqatgina xilomikron tarkibida uchraydi. Ko'ryapsizlar, mana bu ichki tomonda joylashgan ApoB48. Xo'p, endi nimaga ApoB48 deb nomlangan? Bizda ApoB100 degan bitta o'sha apolipoprotein bor. Mana B100 hozir yozib qo'ying. Mana B100 degan shunaqa apo turi bor. Aynan mana shuni uzunligi, masalan, tasavvur qiling, 100 metr yoki bo'lmasa masalan 100 millimetr desangiz ham, o'shani 48% masalan, mana bu yerdan boshlab 48% oladigan bo'lsak, mana shunday uzunlikda bo'lar ekan apolipoprotein B48. Demoqchi bo'lganim, mana bu yerda B100 ni 48% uzunligini tashkil qilgani uchun bu ApoB48 deb nomlangan. Mana ko'ryapsizlar, contains mana bu yerda aytayapti, 48% ni tashkil qiladi ApoB100 ni. Xo'p, endi bu do'stlar o'sha ichak hujayralaridan, intrositlardan ajralib chiqadi, sekresiya qilinadi, birinchi o'sha limfaga, keyinchalik qon oqimiga. Bu yerda shu ma'lumotlarni aytayapti. ApoB48 faqatgina xilomikron tarkibida uchrar ekan. Endi lipoprotein lipaza haqida bizga ma'lumot beryapti. E'tibor qaratinglar, lipoprotein lipaza do'stlar bu hujayra tashqarisidagi enzim. Hujayra ichida bo'lmaydi. Hujayrani tashqi tomonida ekstrasellyular enzim hisoblanadi bu. Qaysiki a'zolardan o'tadigan o'sha kapillyarlarni devorida joylashadi. Kapillyar devorlarida joylashadi. Asosan do'stlar energiyani juda ham ko'p sarflaydigan a'zolarda mana shu lipoprotein lipazalar juda ham ko'p bo'ladi. Masalan, tasavvur qiling. Adipose tishi, muscle and heart, ya'ni yuraklar, mushaklar doimo ishlab turish kerak, doimo energiya kerak. Shuning uchun ularda mana shu lipoprotein lipaza juda ham ko'p bo'ladi. Xo'p, endi qarang. Masalan, jigarda ham bo'lishi mumkinmi degan savol sizda tug'iladi. Lipoprotein lipaza jigarda bo'lmas ekan, uni o'rniga jigarda boshqa bir ferment, hepatic lipase, ya'ni jigardagi lipaza degan o'sha ferment mana shuni lipoprotein lipazani asosiy o'sha vazifasini bajarib berar ekan. Bir-biriga o'xshash, lekin farqli jihatlari ham bor do'stlar. O'zi lipoprotein lipaza nima qiladi? Tasavvur qiling, masalan, sizga ketma-ketligini hozir ko'rsatib beraman. Mana ichakdan, o'sha ichak hujayralaridan xilomikron holda ajraldi va undan keyin mana limfa oqimiga chiqdi va undan keyin mana qon oqimiga chiqib, tasavvur qiling, endi mana yurakka yetib keldi.
yurakka yetib keldi. Yurakka yetib kelgan paytda o'sha yurakdagi o'sha kapillyarlarda joylashgan mana bu lipoprotein lipazalar parchalaydi. Ularni tarkibidagi o'sha triglitseridlar parchalaydi va erkin yog' kislotalariga aylantiradi. Va mana shu erkin yog' kislotalarini keyinchalik beta oksidlanishga uchratib, yurak o'zi uchun energiya sifatida foydalanadi. Ko'ryapsizlar, mana shu yerda qanchalik ketma-ketlikni, qanchalik bular tashilishini va yurak qanday qilib energiyadan foydalanishini. Va bu narsa xuddi shunaqa mushakda ham uchraydi. Agar do'stlar organizmda energiya yetarli bo'ladigan bo'lsa, bu yurakka ham, mushakka ham bormasdan adipose tissuega borib, o'sha adipose tissueda bular zaxira holida to'planadi. Bu adipose tissue aytganim do'stlar aynan spesifik bitta organ emas. Bo'lishi mumkin bu o'sha yurakning o'zini adipose tissuesi yoki mushakni, xullas barcha a'zolarda ham shunaqa yog' to'qimasi bo'lishi mumkin. Xo'p, endi do'stlar bu yerda bizga ma'lumot beryapti. Aynan lipoprotein lipaza aktivlanishi uchun ApoC2 kerak ekan. ApoC2. Xo'p, biz yuqorida aytib o'tgandek, masalan, mana shu apolipoproteinlar ikki xil vazifani bajarishi mumkin. Hujayra o'zi retseptor vazifasini yoki bo'lmasa kofaktor rolida kelishi mumkin fermentlarga. Mana bu yerda ko'ryapmiz, o'sha ApoC2 lipoprotein lipazaga kofaktor bo'lib kelishini. Xo'p, boshqa bir mana bu yerda lipoprotein turlari ham keltirilgan. Mana ko'ryapsizlar, ApoC2 ni hozirgina gaplashdik. Mana o'sha lipoprotein lipazaga kofaktorlik qiladi. Va bundan tashqari do'stlar, xelomikron tarkibida VLDL va EGL tarkibida ham uchraydi. VLDL, EGL va xelomikron tarkibida uchrar ekan. Va uni asosiy vazifasi lipoprotein lipazani aktivlash. Ko'ryapsizlar, kofaktor vazifasini bajaradi. Endi bundan tashqari ApoE bor bizada. ApoE do'stlar, bu jigardagi jigar retseptorlari bilan bog'lanadi. Jigardagi jigar retseptorlari bilan bog'lanadi. Tasavvur qiling, masalan, siz o'sha xelomikronni birinchi navbatda lipoprotein lipaza ta'sirida parchaladingiz va mana shu yerda xelomikronni qoldiqlari, xelomikron remnantlar hosil bo'ladi. Va mana shu xelomikron remnantlar keyinchalik jigarga borishi kerak. Boradigan yo'li bu jigar. Mana shu jigarda do'stlar, jigardagi retseptorlar aynan mana shu xelomikronning qoldig'i tarkibidagi, xelomikron remnant tarkibidagi ApoE bilan bog'lanadi. Faqat o'sha ApoE ni tanib olish xususiyatiga ega do'stlar. Jigar hujayralari, esdan chiqarmanglar. Aynan xelomikron remnant tarkibidagi ApoE ni tanib oladi. Endi qaranglar, bu yerda bizga ma'lumot beryapti. Mana shu ApoC2 va ApoE ikkalasi ham HDL dan olinar ekan. HDL dan. Mana ko'ryapsizlar. Mana bu yerda HDL juda ham saxiy bu HDL. O'zini tarkibidagi o'sha C2 ni, ya'ni ApoC2 ni va ApoE ni xelomikronga beryapti. Mana bu xelomikron, chunki qayerdan bilaman? Albatta uni tarkibida B48 bor. ApoB48 bor. ApoB48 faqatgina o'sha xelomikronga tegishli edi. Xo'p, endi davom etamiz. Mana bu hozirgacha gaplashgan barcha gaplarimizni bitta xulosa qilamiz. Ya'ni do'stlar, mana xelomikronni ko'ryapsizlar. Xelomikron o'sha enterositlardan chiqdi va chiqqanidan so'ng birinchi navbatda o'zini tuzilishiga ham e'tibor qaratsanglar, tuzilishida aynan 3 ta aposi bor. Mana B48 bor, C2 bor va ApoE bor. Bularning har bittasini o'zini nima deydi? Ma'lum bir funksiyasi bor. Ma'lum bir funksiyasi bor. Kerakli joyda ishlab beradigan. Shu uchun bular aynan joylashgan. Agar kerak bo'lmaganda joylashmasdi mana shu lipoproteinlarning tarkibida, xelomikronlarning tarkibida. Xo'p, tasavvur qiling, masalan, lipoprotein lipaz ta'sirida parchalandi va erkin yog' kislotasi hosil qildi. Agar energiya kerak bo'ladigan bo'lsa, masalan, skelet mushaklariga ular ishlatadi erkin yog' kislotalarini, yoki bo'lmasa energiya yetarli bo'ladigan bo'lsa, bu erkin yog' kislotalari adipositlarga, ya'ni yog' to'qimalariga borib zaxira holida to'planadi. Endi tasavvur qiling, mana shu xelomikron lipoprotein lipaza ta'sirida parchalandi va natijada bizda xelomikronning qoldiqlari hosil bo'ldi. Xelomikron remnantlar hosil bo'ldi do'stlar. Mana shu xelomikron remnantlar keyinchalik jigarga borishi kerak va jigardagi retseptorlar bilan bog'lanish uchun albatta ApoE fermenti kerak. Mana bu ApoE fermenti kerak. Xo'p, endi davom etamiz. Mana ko'ryapsizlar, mana shu jarayon haqida gaplashamiz. Xelomikronning qoldiqlari. Endi mana shu xelomikron qoldiqlari o'zida faqatgina ApoE ni tutar ekan. Ko'ryapsizlar, ApoE ni tutar ekan retseptor holida. Va aynan bular jigardagi retseptorlar bilan o'zaro birikishi kerak. Va bu yerda o'sha receptor mediated endocytoz holati kuzatiladi. Receptor mediated endocytoz. Ya'ni do'stlar, nima demoqchiman? Birinchi navbatda o'sha retseptorni tanib oladi va uni keyinchalik yutib endocytoz qilib yuboradi do'stlar. Endocytoz qilib yuboradi. Endi masalan, tasavvur qiling, odatda siz ovqat iste'mol qilganingizdan keyin bu o'sha xelomikron qoldiqlari 1-5 soat ichida to'liq o'sha organizmdan tozalanib yuboriladi. 1-5 soat ichida. Xo'p, masalan,
Shunaqa holat bor. Milky appearance deyiladi. Milky appearance siz ovqat iste'mol qilganingizdan keyin, premium hozir ovqat yedingiz, ovqat yeganingizdan keyin 10 minut, 15 minutdan keyin premium qoningizni ko'radigan bo'lsangiz, tekshirib ko'radigan bo'lsangiz, u qip-qizil holatda bo'lmaydi-da, milky appearance bo'ladi. Ya'ni sutga o'xshash ko'rinishda bo'lar ekan. Sizga berayotgan ma'lumotga ko'ra. Chunki do'stlar, aynan mana shu sutga o'xshash ko'rinishni berishiga sabab xilomikron qoldiqlarni juda ham ko'p miqdorda uchrashi. Chunki bularni tuzilishi mana shunaqa sutga o'xshash shaklni berar ekan, sutga o'xshash rangni berar ekan qonga. Xilomikron qoldiqlari hisobiga milky appearance kuzatilar ekan dastlab ovqat yegandan keyin. Xo'p, menimcha tushunarli bo'ldi. Endi xilomikron haqida umumiy biza ma'lumotlarni keltirib o'tamiz mana bu yerda. Qaranglar. Bu yerda nima deyapti? Umuman intrasitlardan sintez qilinadi ApoB48 bilan birgalikda. Intrasitlardan sintez sekretsiya qilinar ekan ApoB48 yordamida. Xo'p, endi va bular o'sha HDLdan oladi, deyapti. HDLdan oladi ApoC2 va ApoE ni. Buni aytib o'tdim-a? Birinchi navbatda do'stlar jigar demayman, uzr, intrasitlardan, ya'ni ichak hujayralaridan bu o'zidagi APO48 bilan chiqadi. Birinchi navbatda o'sha APO48 bo'ladi. Bo'ldi. Keyinchalik bu chiqqanidan keyin, qonga chiqqanidan keyin qonda o'sha HDLdan ApoC2 va ApoE larni olar ekan do'stlar. Va o'sha triglitseridlarni, xolesterol efirlarini tashish vazifasini bajaradi. Xilomikron asosiy o'sha transport vazifasini bajarib beryapti. Endi triglitseridlarni hujayralarga tashib beradi va u yerda o'sha o'zidagi ApoC2 orqali lipoprotein lipazalarini aktivlab parchalanib tashlanadi. Ayni xilomikron parchalangandan keyin xilomikron qoldiqlarini hosil qiladi, to'g'rimi? Xilomikron qoldiqlarini hosil qilgandan so'ng, mana shu xilomikron qoldiqlar tarkibidagi ApoE jigarga boradi va jigar retseptorlariga o'zaro nima deydi, tanishib, mana shu jigarda keyinchalik dalshi o'zini keyingi metabolizm jarayonlariga uchraydi. Mana shunaqa umumiy ma'lumotlar. Endi bu yerda xolesterolni sintezi haqida bizga ma'lumot beryapti. Xolesterolni sinteziga e'tibor qaratinglar. Bu yerda jigarda sintezlanar ekan xolesterol. Only the liver deyapti. Ya'ni faqatgina jigarda sintezlanadi. Bu yerda nimadan sintezlanadi? Qaranglar. Birinchi navbatda acetyl-CoA bilan acetyl-CoA birgalikda qo'shilishi kerak ekan. Acetyl-CoA va acetyl-CoA birgalikda qo'shilishi kerak ekan va HMG-CoA hosil bo'lishi kerak ekan. Va bu jarayonda qaysi ferment qatnashyapti? HMG-CoA sintaza ferment qatnashyapti. Umuman HMG-CoA ni o'zi uzun variantini aytaman. Mana 3 gidroksi 3 metil glyutaril koenzim A. Bularning har bittasini o'sha bosh harfi olingan. Mana 3 gidroksidagi H olingan. Yoki bo'lmasa mana bu yerdagi 3 metil glyutarildagi metildagi M, glyutarildagi G olingan va shu uchun HMG mana bu yerdagi koenzimadagi o'sha CoA olingan va bu qisqartma holatda HMG-CoA deb nomlanadi. Va HMG-CoA hosil bo'lgandan keyin do'stlar, HMG-CoA reduktaza ferment ta'sirida bu mevalonatga aylanadi. Mevalonatga aylangandan keyin undan o'sha bir nechta reaksiyalar ketma-ketligi natijasida xolesterol hosil bo'ladi. Xo'p, xolesterol sintezini ko'rdinglar. Xolesterol sintezi faqat jigarda amalga oshar ekan va bu yerda aynan oraliq jarayonlar, HMG-CoAlarni mevalonat hosil bo'lishini ham ko'rdinglar. Buni esdan chiqarmaysizlar. Xo'p, endi jigardagi o'sha lipid transporti haqida gaplashamiz. Xo'p, do'stlar, qaranglar. Jigar o'zidan asosiy ikkita lipoproteinni sekretsiya qilar ekan. Jigar o'zidan ikkita asosiy lipoproteinni sintez qilar ekan. Bular VLDL va HDL do'stlar. VLDL va HDL. Hozir bularni batafsil ko'rib o'tamiz. Qaranglar. Birinchi HDL haqida gaplashamiz. HDL bu nima? High density lipoprotein. Ya'ni shakli juda ham kichkina edi, zichligi eng baland edi mana shu HDL. Bu scavenger lipoprotein ekan. Scavenger degani nima? Bu bizga juda ham yordam beradi, tozalovchi lipoprotein hisoblanadi. Ya'ni organizmda qanaqadir bir musorlar, axlatlar bo'ladigan bo'lsa, mana shularni yig'ib, ularni yig'gandan so'ng keyinchalik jigarga olib keladi va jigarda bularni qayta ishlab organizmdan chiqarib yuboriladi. Scavenger degani shunaqa tozalovchi lipoprotein turi degani. Asosan bu organizmdagi o'sha zararli hisoblangan xolesterollarni o'ziga biriktirib jigarga olib keladi va qayta transport qilib jigarga o'sha qaytarib olib kelgani uchun reverse transport deyiladi. Qayta transport deyiladi. Va do'stlar, bu keyinchalik birinchi ajralib chiqishida, mana secreted birinchi jigardan sekresiya bo'lishda bu nascent holda chiqadi. Nascent. Ya'ni do'stlar, small nascent HDL particle deyilgan. Buni sizlarga tushuntirib beraman. Mana birinchi jigardan chiqdi. Jigardan chiqqandan keyin birinchi kichkina holatda chiqadi. Mana bunaqa kichkina holatda chiqar ekan.
Nascent degani hosil bo'layotgan, endi hosil bo'layotgan kichkina holatda HDL chiqadi jigardan. Va chiqqanidan keyin, masalan, bu aytdim hozir, o'ziga xolesterollarni biriktiradi, organizmdagi keraksiz mahsulotlarni biriktirib, o'ziga keyinchalik jigarga olib keladi dedim. Mana shu jarayonda o'ziga xolesterolni biriktirgandan keyin u katta holatga o'tadi. Katta holatga o'tgandan so'ng u o'sha haqiqiy HDL, yetuk HDL bo'ladi va bir-biridan shunday farq qilishimiz mumkin. Birinchi chiqqan paytda mana shunaqa small nascent holda bo'ladi. Keyinchalik o'ziga xolomikron umuman xolesterol biriktirgandan keyin mana bunaqa katta holatga o'tadi. Xo'p, endi davom etamiz. O'zini tarkibida nimalar bo'ladi? Qanday apoproteinlar bo'lar ekan? Apolipoproteinlar aynan bulardan ApoC2, ApoY va ApoA1 bo'lar ekan. HDL ga o'ziga xos bo'lganlari. Biz HDL tarkibidagi mana bu ApoC2 va ApoY ni boya yuqorida ham ko'rdik. Buni xolomikronga berardi. Xolomikronga yordam qilib berib turardi. Va ApoA1 aynan HDL uchun xos, spesifik. Buni hali gaplashmadik. ApoA1. Xo'p, endi qaranglar, davom etamiz. Mana bu yerda HDL haqida ma'lumot berilgan. LCAT degan ferment bor, ya'ni litsitin xolesterol atsel transferaza. Bu do'stlar nima qiladi? Qaranglar. Xolesterol efiriga aylantiradi. Xolesterol efiriga aylantiradi. Mana organizmda o'sha HDL aylanib yurgan paytda xolesterolni o'ziga yutib oladi va o'ziga o'sha yutgandan keyin xolesterol efiriga aylantirib qo'yadi. LCAT fermenti ta'sirida. Endi mana shu LCAT fermentini do'stlar aktivatsiya qilish vazifasini, kofaktorlik vazifasini ApoA1 bajarib berar ekan. Hozir ko'rdik, HDL tarkibida ApoA1 bor dedik va u aynan LCAT aktivlab berar ekan va LCAT xolesterol efirini hosil qilib berar ekan. Endi xolesterol efiri do'stlar keyinchalik nima holatga uchrashi mumkin? Qanday holatda o'zini o'sha boshdan o'tkazib beradi? Qaranglar, tasavvur qilinglar, mana bu yerda mana HDL va o'zida ApoA1 bor. Va u boshqa bir nimalar bilan, masalan, lipoproteinlar bilan moddalar almashinishi mumkin. Ko'ryapsizlar, mana bu yerda VLDL va LDL ni. Endi bular o'zaro moddalar almashishi mumkin. Ya'ni nima demoqchiman do'stlar? Mana bu HDL o'zini tarkibidagi xolesterol efirlarini mana bu VLDL ga va LDL ga o'tkazadi. Mana bu VLDL va LDL o'zini tarkibidagi trigliseridlarni HDL ga o'tkazadi. Bir-biriga o'shanaqa modda almashinuvi qiladi. Bu nimaga kerak do'stlar? Bu nimaga kerak? Organizmda xolomikron umuman, yana xolomikron dedim. Umuman tushunasizlar, bu yerda xolesterol yoki trigliseridlarni bir xil muvozanatda saqlash. Ya'ni do'stlar, masalan, har doim mana bunda xolesterol ko'p bo'lib ketadigan bo'lsa, bu bo'lmaydi. Organizm uchun zararli. Mana bularda har doim trigliserid yuqori bo'ladigan bo'lsa, bu ham yaxshi emas. Bular har doim muvozanatda bo'lishi kerak. Shu uchun organizmda do'stlar o'zaro mana shunaqa VLDL va LDL, mana shu HDL lar o'rtasida shunaqa moddalar almashinib turadi. Va bu jarayonda SATP degan mana shunaqa ferment bor, ya'ni xolesterol ester transfer protein, uzun nomi shunaqa. Mana shu umuman ferment ta'sirida shunaqa modda almashinuvi amalga oshadi. Bu aynan organizmdagi moddalarni bir xil me'yorda taqsimlash, bir xil me'yorda o'sha teng taqsimlash vazifasini bajaradi. Ko'ryapsizlar, mana bu yerda exchanges ester deyapti. O'sha HDL tarkibidagi esterlar xolesterol efirlarini o'sha VLDL tarkibidagi trigliseridlar bilan almashadi deb bizga ma'lumot beryapti va keyinchalik u o'sha jigarga qaytarib olib keladi xolesterollarni. Mana bu HDL o'zidagi o'sha xolesterollarni, qolgan xolesterollarni jigarga qaytarib olib keladi. Demoqchi bo'lganim do'stlar, bu yerda bitta mantiq bor. Mana bu HDL o'zini tarkibidagi xolesterollarni barchasini jigarga olib kelsa, jigar uni parchalab yo'qotib yuboradi-da, tushunyapsizlarmi? O'sha xolesterollarni keyinchalik ma'lum bir qismini VLDL, LDL ga berib qo'ymasa, barcha organizmdagi xolesterin yo'qolib ketadi. Mana bu VLDL, LDL bo'ladigan bo'lsa, jigarga qaytarib olib bormaydi. Mana bu HDL dan olgan xolesterol efirlarini keyinchalik kerakli bo'lgan jarayonlarga sarflaydi. Xolesterol har doim zararli emas. Masalan, xolesteroldan organizmda boshqa bir moddalar ham sintezlanishi mumkin. Juda ham kerakli bo'lgan modda bu. Masalan, steroid gormonlar sintezlanishi mumkin. Bitta katta nimasi. O'zini funksiyasi. Agar organizmda barcha xolesterol mana bu HDL tarkibida jigarga borib zararsiz holatga o'tkazilsa, organizmda xolesterol qolmaydi va kerakli jarayonlarga sarflanmaydi. Shu uchun har doim muvozanatda bo'lish kerak. Mana bu HDL tarkibidagi ma'lum bir xolesterol efirlari VLDL, LDL ga o'tkaziladi va bu VLDL, LDL lar kerakli jarayonlarga sarflaydi. Menimcha tushunarli bo'ldi. Endi qaranglar, VLDL haqida gaplashamiz.
Bu yerda o'sha VLDL bu ham o'sha transport vositasi bajaradi va jigardan ajralib chiqadi dedim. Nascent holda bu ham nascent holda chiqar ekan. Ya'ni birinchi kichkina holatda chiqib, o'ziga masalan xolesterolni yoki bo'lmasa triglitseridlar biriktirgandan keyin katta holiga aylanadi. Katta holatda bo'ladi. Mana ko'ryapsizlar, triglitseridlarni, xolesterollarni to'qimalarda tashish vazifasini bajaradi. Mana VLDL birinchi jigardan chiqqan vaziyatda o'zida faqatgina ApoB100 bo'ladi. ApoB100 bo'ladi. Chiqqanidan keyin, masalan, qonga chiqqanidan keyin bu HDLdan ApoC2 sini va ApoE-sini oladi. Ko'ryapsizlar? HDL har doim o'zidagi mana shu ApoC2 va ApoE-ni boshqa bir lipoproteinlarga berar ekan. Xo'p, bu narsani biz yuqorida ham ko'rgandik. Xlomikronda ham xuddi shunaqa holat yuz berganda, xuddi shunaqa HDLdan olganda, mana bu HDLdan ApoC2 va E sini olganda. Lekin bitta farqi xlomikronda B100 emas, B48 bo'lardi. Xo'p, endi qaranglar, bu yerda shunaqa jarayon bo'ladi. Endi mana organizmga chiqqanidan keyin VLDL bu yerda lipoprotein lipaza ta'sirida yoki bo'lmasa SAT ferment ta'sirida nima bo'ladi? O'zidagi triglitseridlar parchalaydi. Aytib o'tdim, lipoprotein lipaza triglitseridlar parchalaydi dedim. SAT bo'ladigan bo'lsa, mana shu VLDL tarkibidagi triglitseridlarni hozirgina aytganimdek nimaga o'tkazib beradi dedim? HDL ga o'tkazib beradi dedim. Demak, ikkala holatda ham, ya'ni mana bu holatda ham, SATda ham yoki LPL ta'sir natijasida ham organizmda mana bu VLDL tarkibidan triglitseridlar chiqarib yuborilyapti. Ko'ryapsizlar, mana bu yerda triglitseridlarni kattaligini. Qizil katta rangda belgilangan, u triglitserid ko'p. Ya'ni zichligi nima deydi? Bu yerda zichligi xo'p, juda ham kam. Zichligi juda ham kam. VLDL degani very low density lipoprotein, ya'ni zichligi juda ham kam bo'lgan o'sha lipoprotein turi edi. Va endi bundan biz EGL ni hosil qilamiz. O'rtacha zichlikdagi lipoprotein turini hosil qilamiz. Chunki bu yerda qaranglar, triglitseridlar chiqib ketyapti va mana bu yerdagi triglitseridlar kam holatda organizmda, ya'ni EGL tarkibida kamayib qolyapti va bu zichlikni birmuncha qanday holatga o'tishiga, sal ko'payishiga yordam beradi, to'g'rimi? Zichlikni sal oshishiga yordam beradi. Xo'p, endi davom etamiz. Bu yerda mana EGL ni hosil qildi. EGL ni hosil qilishda aynan o'zidagi triglitseridlarni chiqarib yuborishi asosiy rolni o'ynayapti. Endi EGL hosil bo'lgandan keyin EGL haqida biz gaplashishimiz kerak. EGL VLDL dan hosil bo'lar ekan. Endi bu hepatic lipase tomonidan triglitseridlari parchalanib yuborilar ekan. Mana EGL organizmda lipoprotein lipaza tomonidan parchalanmaydi. Eslab qolinglar, bu hepatic lipase tomonidan parchalanadi va o'zini tarkibidagi triglitseridlar chiqarib yuborilib, bu nimani hosil qiladi? LDL ni hosil qiladi. Ya'ni low density lipoprotein ni hosil qiladi do'stlar. Low density lipoprotein ni hosil qiladi. Xo'p, endi davom etamiz. Qaranglar, bu jarayonda o'zidagi mana shu C2, ApoC2 va ApoE ni qayta HDL ga beradi. Qayta HDL ga beryapti va mana bu e'tibor bersanglar, mana bu yerdagi LDL tarkibida, low density lipoprotein tarkibida faqatgina ApoB100 mavjud. ApoB100, boshqa bir nimalar yo'q. Retseptorlar yo'q, boshqa bir apoproteinlar yo'q. Xo'p, endi qaranglar, mana bu hepatic lipase haqida gaplashishimiz kerak. Bu hepatic lipase faqatgina o'sha jigarni kapillyarlarida uchraydi va funksiyasi jihatdan lipoprotein lipazaga o'xshaydi. Endi bu o'sha qanaqa vazifani bajaradi? EGL dan LDL ni hosil qilish vazifasini bajaradi. Agar biz hepatic lipase bizda yo'q bo'ladigan bo'lsa, EGL dan LDL hosil bo'lmas ekan. Bizga shunaqa ma'lumot beryapti. Buni ko'rdik yuqorida. Endi LDL haqida gaplashamiz. Mana LDL small amount of triglyceride, ya'ni LDL tarkibida juda ham kam triglycerid bo'ladi va uni tarkibida juda ham ko'p xolesterol va xolesterol efiri bo'lar ekan. Endi bu yerda aytayapti, o'sha xolesterollarni LDL retseptorlariga transfer qilib berar ekan. Transfer qilib berar ekan deb bizga ma'lumot beryapti. Xo'p, bu qanaqa bo'ladi? O'z sizlarga tushuntirib beraman. Mana buni o'chirib tashlaymiz. LDL retseptorlariga transfer qilib berar ekan. Xo'p, masalan, jigar, qarang, jigarga bordi. Jigarda LDL retseptorlari bor. Mana shu yerda mana shu LDL retseptorlari LDL tarkibidagi faqatgina B100 larni tanib olish xususiyatiga ega. Kelib mana shu B100 bilan birikganidan so'ng, mana bu jigar tarkibidagi LDL retseptorlari o'zini tarkibidagi triglitseridlarni, o'zini tarkibidagi xolesterollarni do'stlar,
shu yerga jigarga o'tkazib beradi. Ya'ni receptor mediated endocytoz bo'ladi do'stlar. Buni aytib o'tgandim. Birinchi navbatda o'sha reseptor tanib olib, keyinchalik uni yutib endocytoz qilib yuboradi degandim. Xo'p, endi bu yerda aynan LDL reseptorni B100 ni tanish haqida ma'lumot beryapti. Va bu yerda bizga o'sha foam cell haqida ma'lumot bergan. Foam cell bu o'sha ko'pik hujayralar. Ko'pik hujayralar bu qanday hosil bo'ladi? Birinchi navbatda do'stlar, organizmda bilasizlar, immun hujayralarning ichida makrofaglar bor. Mana shu makrofaglar agar xolesterol bilan to'lib qoladigan bo'lsa, juda ham ko'p xolesterolni iste'mol qilib, ularni yutib, yo'qotmoqchi bo'lib turib, lekin o'zi o'sha xolesterolga bo'kib qoladigan bo'lsa, bu ko'pik hujayralarni, foam sellarni hosil qilib qo'yar ekan do'stlar. Va aynan mana shu foam sellar aterosklerotik blyashkalar tarkibida juda ham ko'p bo'ladi. Masalan, tasavvur qiling, mana bu qon tomir, mana bu yerda ateroskleroz hosil bo'lgan va mana shu aterosklerotik blyashka tarkibida foam sellar juda ham ko'p topilar ekan. Va aynan mana shu foam sellar tarkibida LDL ning retseptorlari va LDLlar juda ham ko'p bo'lar ekan. Bizga shunaqa ma'lumot beryapti. Xo'p, endi bitta umumiy xulosa qilamiz. Bu yerda umumiy xulosa mana jigar, e'tibor qaratinglar, jigar o'zidan HDL ishlab chiqarish mumkin. HDL tarkibida ApoA1 bor, ApoE bor va ApoC2 bor. Yoki bo'lmasa mana bu yerda VLDL ishlab chiqarish mumkin. VLDL o'zini tarkibida nima bo'ladi? Albatta ApoB100 bo'ladi. C2 va ApoE ni u HDL dan olardi va lipoprotein lipaza C tip ta'sirida o'zidan erkin yog' kislotalarini ajratib chiqarib EGL ga aylanardi va EGL ning tarkibida nima bo'lardi? B100, C2 va ApoE bo'lardi. Va bu keyin o'sha hepatic lipase tomonidan parchalangandan keyin LDL ga aylanardi. LDL da faqatgina B100 bo'lardi va u keyinchalik jigarga kelib, o'sha jigarga o'zidagi xolesterollarni berardi. Xo'p, endi davom etamiz. Mana bu yerda umuman mana shu lipoproteinlar tarkibida qanchalik triglitseridlar va qanchalik xolesterol bo'lishini foizlari bilan bizga ko'rsatib qo'ygan. Xo'p, birinchi navbatda bu yerda e'tibor qaratinglar, helomikron haqida ma'lumot berilgan. Helomikronda mana bu yerda ko'rsanglar, helomikronda juda ham ko'p tarkibida triglitserid bo'ladi. Deyarli 90% holatda triglitseridlar bo'lar ekan, xolesterol juda ham kam. Xolesterol juda ham kam. Xo'p, endi VLDL ga qarasanglar, VLDL da 60% bo'lar ekan triglitserid, lekin 20% bo'lar ekan xolesterol. LDL bo'ladigan bo'lsa, LDL da bu yerda juda ham ko'p xolesterol bo'ladi, lekin kam holatda mana bu yerda triglitserid uchraydi. HDL da ham shunaqaroq. Bunda 20% holatda deyarli xolesterol uchratishimiz mumkin. Nima bo'lsa, triglitserid bo'ladigan bo'lsa kam ekan. Umuman bu yerda bitta xulosa qilishimiz kerak. Organizm uchun foydali yoki bo'lmasa zararli bo'lgan lipoproteinlarning turini ajratishimiz kerak. Organizm uchun do'stlar mana bu LDL juda ham zararli. Chunki ko'ryapsizlar, organizmda LDL miqdori oshib ketadigan bo'lsa, uni tarkibida xolesterol juda ham katta foizni egallaydi. Mana shu xolesterol miqdori ham oshib ketadi. Va organizmda o'sha ateroskleroz xavfi juda ham oshib ketadi. Endi xo'p, qarang, organizmda agar HDL miqdori yuqori bo'ladigan bo'lsa, bu organizm uchun foydali. Chunki do'stlar, HDL boshqa bir nima deydi, lipoproteinlar tarkibidagi moddalar bilan o'zidagi nimalarni almashardi, to'g'rimi? Moddalarni exchange qilardi. Endi tasavvur qiling, mana shu yerdagi HDL qanchalik ko'p bo'ladigan bo'lsa, mana bu LDL tarkibidagi xolesterollarni ham o'ziga olishi mumkin va ularni jigarga keyinchalik olib borib, zararsiz holatga o'tkazishi mumkin. Xullas, HDL bu o'sha moddalarni almashgani uchun boshqa bir moddalarni, boshqa bir lipoproteinlar tarkibidagi zararli moddalarni o'ziga oladi va bu zararli moddalarni keyinchalik jigarga tashib olib boradi va jigarda ular zararsiz holatga o'tkazilib, chiqarib yuboriladi. Demak, xulosa shunaqaki, organizmda LDL qanchalik ko'p bo'ladigan bo'lsa, bu zararli, HDL qanchalik ko'p bo'ladigan bo'lsa, shunchalik foydali deb biz olishimiz mumkin. Xo'p, bizga yana bitta lipoproteinlarning turi haqida ma'lumot beryapti. Bu lipoprotein A. Lipoprotein A tuzilish jihatdan do'stlar umuman LDL ga o'xshaydi. Umuman LDL dan hosil bo'lgan desak ham bo'ladi. LDL dan hosil bo'lib, ma'lum miqdorda o'zgarishlar kiritilgan. Mana qaranglar. O'zini tarkibida juda ham ko'p miqdorda, katta miqdorda glikoprotein tutar ekan. Va bu o'sha glikoprotein apolipoprotein A deb nominar ekan. Apolipoprotein A. Xo'p, endi agar lipoprotein A miqdori, mana bu LPA miqdori yuqori bo'ladigan bo'lsa, bu kardiovaskulyar kasalliklarga, ya'ni yurak va qon tomir kasalliklariga risk faktor bo'lar ekan. Risk faktor, chunki u LDL dan kelib chiqqanda. LDL da xolesterol ko'p bo'lardi. Xolesterol bu o'sha qon tomirlarida ateroskleroz keltirib chiqarardi. Shu uchun shunaqa tasavvur qilib tushunsak bo'ladi. Endi bu har doim o'lchab turilmaydi. Normal holatda lipoprotein A not routinely measured deyapti.
biza normal nima deydi? Oddiy qonni tekshirtiradigan bo'lsak, analiz qildiradigan bo'lsak, uni tarkibida lipoprotein A'lar bizga chiqarib bermaydi. Lekin biz ma'lum bir nimada so'rasak bo'ladi. Spesifik lipoprotein A'ni o'lchab bering desak, shunaqa tekshirish usuli ham bor. Endi agar bularning miqdori yuqori bo'ladigan bo'lsa, high level bo'ladigan bo'lsa, lipoprotein A'lar bu yerda terapiya qanchalik yordam berishi 100% bizga nima qilinmagan, isbotlanmagan. 100% isbotlanmagan, 100% o'zini samarasini ko'rsatmagan. Endi davom etamiz, qaranglar. A beta lipoprotein emiya haqida gaplashishimiz kerak. Bular autosomal resessiv kasalliklar va bularda asosiy nima bo'ladi? Asosiy kelib chiqishiga sabab MTP da defekt bo'ladi. MTP da defekt bo'ladi. Ya'ni mikrosomal trigliserid transport proteinlarda. Ya'ni bularning vazifasi nima edi do'stlar? Bularning vazifasi mana bu ApoB'lar bor-ku, ApoB48 yoki bo'lmasa ApoB100 bor edi. Mana shular bilan lipoproteinlarni o'zaro biriktirib, ularni sekresiya qilish vazifasini bajarardi MTPlar. Tushunyapsizlarmi? Agar bular bo'lmasa, ya'ni MTP da defekt bo'ladigan bo'lsa, ichakdan xelomikronlar ajralib chiqmaydi yoki bo'lmasa umuman jigardan VLDLlar ajralib chiqmaydi. Chunki aynan mana shu B48, B100 ni lipoproteinlar bilan birgalikda biriktirib, sekresiya qilish vazifasini mana shu MTPlar bajarib berardi. Agar ular bo'lmasa, xelomikron ichakdan chiqmaydi, VLDL jigardan ajralib chiqmaydi. Klinikasi qanday bo'ladi? Klinikasi organizmda yog'lar yaxshi so'ralmaydi, yog'lar yaxshi tashilmaydi. Demak, bu aynan infancy, ya'ni kichkina holatda, o'sha chaqaloqlik holatda ham klinika namoyon bo'ladi va bu steatariya bilan namoyon bo'ladi. Ya'ni axlatni ko'radigan bo'lsangiz, yog'li axlat bilan siz ko'zingizga tashlanadi. Chunki yog'lar yaxshi so'rilmaydi, yog'lar yaxshi tashilmaydi. Bu yerda o'sha nimalar yetishmayapti? Mana bu yerda ko'rganimizdek MTPlar yetishmayapti va xelomikron, VLDLlar keyinchalik normal miqdorda, normal holatda hosil bo'lmaydi. Ular hosil bo'lmagandan keyin yog'lar yaxshi so'rilmaydi, yog'lar yaxshi tashilmaydi. Xo'p, shunaqa holatda abdominal distension bo'ladi. Chunki do'stlar, yog'lar yaxshi so'rilmagandan keyin albatta qorinda to'planib qoladi va qorinni shishib ketishiga, kengayib ketishiga sabab bo'ladi. Va o'sishdan orqada qolishi ham kuzatilishi mumkin. Chunki yog'lar yaxshi yetkazib berilmagandan keyin albatta energiya ham yetarli bo'lmaydi va o'sishdan orqada qolish kuzatiladi. Endi bu yerda fat soluble vitaminlar ham yetishmaydi, chunki ular ham yog'da erishish xususiyatiga ega va aynan xuddi shunaqa lipoproteinlar natijasida tashilardi. Endi fat soluble vitaminlar ham yetishmasdan qoladi. A, D, E, K vitamini edi, to'g'rimi? 4 ta vitamin edi. Agar aynan mana shulardan vitamin E ni yetishmasligi natijasida bizda ataksiya, ya'ni yurishda qiyinchilik, holsizlik va gemoliz kuzatilardi. Vitamin E bilasizlar, antioksidant xususiyatga ega edi, shuning uchun mana shunaqa holatlar kuzatilishi mumkin. Endi vitamin A yetishmasa, bu ko'rish bilan bog'liq muammolarga sababchi bo'lishi mumkin. Endi lipidlarning to'planib qolishi, agar biz o'sha ichak hujayralaridan, intrositlardan biopsiya olib ko'radigan bo'lsak, lipidlarning to'planib qolganini ko'rishimiz mumkin. Lipidlarga bo'kkan intrositlarni ko'rishimiz mumkin ekan. Endi laboratoriyada do'stlar, albatta VLDL, EGL, HDL miqdori umuman barchasini miqdori kamayib ketadi. Chunki ularni ajralib chiqishi yaxshi kechmaydi. Ajralib chiqmaydi. Xo'p, organizmda trigliseridlar, xolesterol levellari kam bo'ladi. Chunki bular so'rilmagandan keyin organizmda paydo ham bo'lmaydi, ya'ni so'rilmasdan u pryamoy o'sha axlat bilan chiqib ketadi. Qonga o'tmaydi. Vitamin E miqdori kamayib ketadi. Chunki vitamin E bu ham yog'da eruvchi vitamin edi. Bu ham so'rilmaydi va akantozis kuzatiladi. Bu juda ham o'ziga xos xususiyat. Akantozis bu nimalarni, eritrositlarni yuzasida o'sha aynan tikanaklarni hosil bo'lishi. Mana ko'ryapsizlar, mana eritrositlarni tuzilishi, mana bu yerda shakli shunaqa. G'adir-budir bo'lib qolyapti, tikanchalar hosil bo'lyapti. Bunga sabab ana shu red blood sellarni, qizil qon hujayralarini membranasidagi lipidlarning yetishmasligi. Mana shu lipidlar yetishmasligi hisobiga membranalar tikansimon bo'rtib qoladi. Va bu o'sha akantozis degan holatga sababchi bo'ladi do'stlar. Xo'p, asosiy ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Bugungi darsimizga aloqador bo'lgan. Qanaqadir tushunmovchilik bo'ladigan bo'lsa, albatta dars davomida ko'rib o'tamiz do'stlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Keyingi darsda ko'rishguncha.